Xullas, Ozod menga kerakli insonlar-da. Lekin men uni aylantirib olib kelaman. Hammaga assalomu alaykum. Biz hozir bolalar bilan shpion o'yinini o'ynamoqmiz. Meni yaxshi ko'rgan ovqatimni topishlari kerak. Meni yaxshi ko'rgan ovqatim toqoshi, ya'ni голубцы. Kelinglar. Ovqatmi? Ovqat. Quyuqmi? Ha, savollar beramiz. Ha, voy. Quyuq. Quyilgan suyuqmi? Quyuq, boshqa dalashmaydi. Yengil ovqat ekan, suyuq bo'lsa. Oshmi? Sirguruch. Manta. Hali. Beshbarvo. Tugiladi. Chuchvara. Manta. Yomon ko'raman. Manta non. Tugiladi desa nima tugiladi? Somsami? Ha. Tugiladi. Do'lma. Da. Do'lma. Hop, kim aytsa ekan? Munisa Rizayeva. Ha. Nima aytdingiz? Yaxshi ko'rgan qizim. Xo'p. Ismimi nimasi? Ismi? Aka. Bosh harfi M. Ikkinchi harfi A. Ya, topaman. Meni yaxshi ko'rgan mashinam Ford Mustang. Buni topishlarim kerak bo'ladi. Kelinglar. Hi girls. Mashina. Olchami? Mashinalarga qiziqmayman, o'shaning uchun nomlarini bilmayman, lekin shu yili xudo xohlasa BYD ha olaman. Men sizga aytganman, kimman? O'rtoqlar, to'g'risini aytaman. Umrimda mashinalarni tushunmayman. Ko'p gaplashyapsiz, meni gapimga reaksiya qilmadi. Men o'zi mashinalarga qiziqmayman, lekin xudo xohlasa bu yil BYD ha olaman. Oo deyishim. Otda rasm turadi, Ferrari. Nima turgan bo'la? Yo'q. Mustang. Qanaqa mashina? Ha. Dildor deganingizda. Ha, keyin ko'rasan. Men shunaqa yoqmaydi kibrli insonlar. Xullas shu joyda o'yinimiz o'z xarakteri bor-da. Kibr berasan sen. Ha, sanachi Dildor yoqmas ekan, boy topdim. Yo'q, o'shanisi yo'qotaylik degan maqsadda aytmayman. O'rtoqlar, Dildor shunaqa. O'yinimiz shu joyda o'z nihoyasiga yetdi. Agarda yoqqan bo'lsa yozib qo'ydi, ikkinchi qismini chiqaramiz. Ikkinchi qismida ozteka bo'lmaydilar.